Mana men So'x tumanini xalqini ko'p eshitaman, televizorda ko'raman. Qissa bo'lar ekan, maktab, bog'cha qurilyapti, yo'llar qurilyapti, korxonalar qurilyapti. Menga kecha viloyat hokimi yana ichimlik suv bo'yicha uni ham hal qilib beraman. Nima uchun klaster qildim? Biz kechagi kolxoz, kechagi savxoz bilan kosamiz ko'karib, birimiz ikki bo'lmadi. Mana hozir klaster bo'ldi. Zamonaviy klaster bo'ldi. Paxtadan oq rang, oq manfaat olib kelyapti. Odamlar oyliga boshladi. Paxtani qayta ishlab chiqarib, ishchi joy yaratib boshlayapmiz. Bo'lar ekan. Bolalarimiz maktabda, muallimimiz sinfda, tibbiyot xodimimiz shifoxonada, oliygohimiz auditoriyada qilsa bo'lar ekan. Bitta narsa bor edi. Iroda kerak edi, xalqni sevish kerak edi. Qanday og'ir bo'lmasin, bu adolatli gaplar. Shuning uchun birimiz ikki bo'lish uchun biz faqat birlashishimiz kerak. Men hammasiga kecha masala qo'ydim. Farg'ona tajribasi bo'ladi. Har bir klaster bir oy ichida tizim qiladi. Tizim nimaga kerak? Tizim bitta narsaga kerakki, har bitta klaster shu tizimni, shu rayonni birini ikki, faqat tekstil bo'yicha emas, boshqa soha bo'yicha kam ta'minlangan oilalarga juda bo'lmasa pulini men juda yaxshi hisoblashni bilaman. Nechta pul foyda olishni ham bilaman. Olsin, o'zbek xalqi ham boy bo'lsin. Qashshoqlik hech qayerga olib kelmaydi. Faqat va faqat bardavom iqtisodiyot har bir oilani jon boshiga daromati oshish bilan biz katta rejalarni bajara olamiz. Bo'lmasa bajara olmaymiz. Buni hamma bilish kerak. Xalqning sharoitini, xalqning dardini bilish kerak. Klaster xalqning dardini biladimi, yo'qmi? Biladi. Bugun agar belimizni mahkam bog'lab harakat qilsak, natija biz kutgandek bo'ladi. Bu yil yakuni bo'yicha faqat Farg'onani o'zida hozirgi tahlilimiz bo'yicha 1 trillion yaqin faqat mahalliy byudjetda pul qoladi. 1 trillion tasavvur qilyapsizlar-ku? Bu nimadan dalolat? To'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Ilohim ko'z tegmasin. Xudo taolo bizni yo'limizni ochib beryapti. Ilohim mana shu birligimiz, mehrimiz bir bo'lsin. Bu yo'l bo'ladi, suv bo'ladi, maktabgacha ta'lim bo'ladi, maktab bo'ladi, ishchi joylar bo'ladi, katta tadbir